Assalomu alaykum obunachilar. Bugun YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Bizlar bugungi obzorimiz S07 mashinasi bo'ladi. Buni sizlarga BYD Song Champion DMI bilan farqlarini aytib o'tamiz. Videoning oxirida pluslar va minuslarni aytib o'tamiz. Tak что oxirigacha kuzating. Bu mashinamiz Deepal S07. Bugungi kunda hozir trendda bo'lgan mashina, dizayn bo'yicha Lamborghini Urus'ni eslatib o'tadi. Mashinamiz gibrid, DMI ga qaraganda bu passivni gibrid bo'lib, bu elektromotor bilan gaz beriladi, dvigatel ishlab turadi. DMI esa tok dvigateli или gibrid dvigatel ishlaveradi birdaniga. Passivni gibrid bilan DMI bu boshqa sistema. BYDniki основной tok tugab qolsa benzinda ishlaveradi. Buniki faqat generator sifatida benzindan tok olinadi. Eng katta farqini aytib o'taman hozir. Bitta eng katta farqi buni hozir bu benzinni 100 ga 5 litr ichadi bu mashinamiz. Uzoq masofaga juda ham tezkor va chidamli. BYD kelsa shaharning ichiga zo'r mashina, shaharning oilaviy mashina, benzinni kam sarf qiladi. BYD где-то 100 ga 3 litr benzinni sarf qiladi. Bu esa 5 litr benzinni sarf qiladi 100 ga. Mashinamiz tezlanishi, bu mashinamiz 7-6 sekundda 100 ga chiqadi. BYD ga kelsak 8-5 sekundda tezlanadi. Bu ancha tezroq, chidamliroq mashina. Aytib o'tish kerakki, BYDni elektromotori toki faqat 150 km gacha bor. Buni esa eng baland yurishi, tokda yurishi 285 km. Bu mashinamizning umumiy masofasi 1200 km. BYD Songniki 1300 va undan oshiq. Buni elektromotori tez zaryadkada 15 minut ichida 80% gacha chiqishi mumkin. BYDda esa sekinroq. Keling endi men sizlarga ichki salonni ko'rsatib o'taman. Ichiga kelsak, bu mashinamiz hozir oranjiy salonda. DMIda bunaqa salon yo'q. Bu mashinamiz hozir Huawei sistemasida qilingan. Buni Huawei Ads qilib bergan avtopilotini va boshqa texnik jihatlarga ko'ra bu mashinamizni ekrani почти bir xil bo'ladi. 15 dyumli monitor. BYDda ham xuddi shunaqa. BYDda ko'p приложениyalar ustanov qilingan. Bu mashinamizga ham biza ustanov qilib beramiz. Hamma pluslargacha qilib beramiz. И buni salon Napa koja. Buni qarang, kojasi ko'rib turibsizlar. Mana и mashinamizga abagrev oldi sideniyalarga bor va shunga qarab oldingi passajirskida bu pozitsiyada massaji ham bor, yatamankasi ham bor. Orqa sideniyaga kelsak, orqa sideniyada juda katta hajmdagi joy bor. Orqada Napa kojalar bor. Ko'rsangiz, katta panoramamiz bor. Keling endi bagajni ko'ramiz. Audio sistemaga qarasangiz, Deepal OSda audio sistemada ishlatilgan. Keling endi bosib ko'ramiz. Bagajni ko'rib, bagaj juda ham keng, 145 litr joy bor. Mashinamiz ancha keng, toqqa chiqqanda juda qulay, oilaviy mashina. Hozirda zamonaviy mashinalarimizga avtopilot tizimi o'rnatilgan. Bu mashinamizga Huawei tomonidan Ads avtopiloti bor, mana ko'rsangiz. BYD ga kelsak, o'zlari chiqargan D-Pilot sistemasi bilan avtopilot ishlaydi. Endi men sizlarga maslahatim, qanaqa maslahat, qaysi birini olishga maslahat, o'zlaringizga izoh qoldiringlar, qanaqa mashina olgan bo'lardingiz? Deepal S07nimi yoki BYD Song Champion'imi? Chunki hozir xalqimiz orasida juda sevimli bo'lgan BYD Song Champion
ko'p kishi hozir o'ziga olgan xalqni nimasidan o'tgan, nima deydi, chidamliligi bo'yicha xalqni sevimli mashinasi bo'lib qolgan. Hozir kim qanaqa mashinani maslahat beradigan bo'lasiz desangiz, biza hozir bu mashinamiz sportivniy, o'sha sportivniy look berib turadi. Yoshlar uchun juda qulay mashina yoshlar sevib oladi bu mashinani. BYDga kelsak, ancha oilaviy mashina, anaqa benzin sarfi bo'yicha kamroq va shaharning ichida juda qulay mashina. Bu mashinamizga kelsak, uzoq masofaga ketadigan o'sha sotib oluvchilarimizga juda qulay mashina. Mashinamiz hajmi jihatdan ancha-muncha farq qilmaydi. Hozir bu mashinamiz skidkaga tushgan avtosalon tomonidan. Bu shot spravka, kutmaysiz, poligon, boshqa valovatlarni. Sirasi mashinani 1 soat ichida oformit qilib olib ketasiz. Videomiz foydali bo'ldi deb umid qilamiz va kommentariyada yozing, siz qaysi mashinani tanlagan bo'lardingiz va keyingi epizodlarimizgacha ko'rishguncha xayr.